kanaliga xush kelibsiz. Doimgidek siz bilan Shahzod Jumayev. Bugun yangi seriallarni boshladik, yangi tutoriallarni. Bu reading haqida. Anchadan beri ingliz tilini o'rgatish bo'yicha, misol uchun taxminan 5-6 yildan beri ingliz tilini o'rgatish bo'yicha shu ingliz tili onlayn kanalida dars berib kelaman. Va bugun reading boshlashga qaror qildim. Misol uchun A1 daraja juda ham eng oxirgi, eng yengil daraja desa ham bo'ladi. Eng boshlang'ichlar uchun, beginnerslar uchun 0 dan o'rgatiladi. Misol uchun mavzuyimiz mana shu rasmda ko'rib turganinglar kabi bir inson ko'rsatyapti shu hodisalarni yoki e'lonlarni, aytayaptiki mavzusi a poster at work. Shu ishdagi bitta poster, ya'ni bir e'loncha desa ham bo'ladi, bir kichik e'lon. Keyin bu yoqda pastda aytganki read an invitation to an office event to practice and improve your reading skills. Aytayapti ofisda invitation, hammani taklif qilgan, bir shu practice qilamiz shu yoga bo'yicha deb invite qilgan. Shuni o'qishimiz kerak ekan va biz o'zimizni reading qobiliyatlarimizni rivojlantirishimiz kerak ekan. Shuni aytibdi va aytayapti pastda do the preparation task first, ya'ni mana bu yoqda tayyorgarlik taski bor. Shuni birinchi bajaring deyapti. Shuni birinchi bajaramiz. Buni yopib turamiz. Va aytayaptiki then read the text and do the exercises. Keyin shu tekstni o'qing, shu reading passage-ni o'qing, matnni o'qing va exerciselarni bajaring keyin deyapti. Xo'p, okey, shunday qilamiz. Birinchisi preparationga kiramiz, ya'ni tayyorlanish, sal pastroq tushirsak bo'ladi. Bu yoqda reading text bor, birinchiligi buni qilamiz. Bu yoqda ichini ochganimizdan keyin bizda mana bu yoqda tanlovlar bo'ladi. Aytayapti shu tanlovlarni, mana chap tarafda yozuv nima sentence bor, gaplar bor. Bular jami 8 ta ekan. O'shani o'qiymiz-da, bularga match qilamiz, ya'ni bir-biriga moslaymiz. O'ng tarafda javoblarni yozib chiqamiz. Buni bosib bu yoqqa tushirsak bo'ladi spokойно. Keyin oxirida finish qilamiz. O'shanda natija chiqadi. Bu soatlar bo'yicha asosan mana raqamlarni ko'rib turibsizlar. Masalan, AM, PM. O'zi qisqacha aytib ketsam, AM, PM nima? AM bu kechki, misol uchun tong sahar deb aytish mumkin. Juda ham tong sahar, kechqurun soat 12 dan keyingi, kechqurungi soat 12 dan keyingi ertalab bo'ladi-ku, o'sha AM bilan to abidki soat 12:00 gacha bo'lgan vaqt hisoblanadi. 12:00 dan keyingi vaqt bu PM hisoblanadi. To kechqurungi 12:00 gacha davom etadi. Ya'ni shuni PM deb ataymiz. Bu qisqacha ma'lumot. Endi birinchi gapimiz 12 noon deyapti. Soat abidki 12. Demak, bu PM ga kiradi. Buni bosamiz va mana bu yoqqa qo'yamiz. Mana birinchi elementimiz ketdi. Ikkinchisi 2:30 in the afternoon. Shu abiddan keyin soat 2 dan 30 minut o'tgan demoqchi. 2:30 da deyapti aslida. Bu yoqda qarasak 2:30 PM deb qo'yibdi. Mana shuni olamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Aynan shuni nazarda tutyapti. Ya'ni abiddan keyingi soat 2:30 degani 2:30 PM ga to'g'ri keladi. Keyingisi 9:15 in the morning. Ertalabki soat 9 dan 15 minut o'tgan vaqt deyapti. Tepada chiqib qaraymiz, qaysi biri? Manaki 9 dan 15 minut o'tgan ertalab. Shuni olamiz va bu yoqqa qo'yamiz. Keyingisi 5 to 4 in the afternoon. Shu abiddan keyin 4 ga 5 minut yetmagan holat. Ya'ni o'zbekchasi 5 takam 4 degan, abiddan keyingi 5 takam 4 deyapti. Demak, bu necha bo'lishi mumkin? 3:55 bo'lishi ham mumkin. Qaraymiz, bunday qarab kelsak, bizda 3:55 degan javob bor, shuni olamiz va bu yoqqa qo'yamiz. Endi 7:45 in the evening, shu oqshomda soat 8 ga 15 minut yetmagan holat. Ya'ni 15 takam 8 deymiz kechqurungi vaqt bo'lgan paytda. O'shani aytishimiz mumkin. 15 takam 8 desak bo'ladi yoki 7 dan 45 minut o'tdi desak bo'ladi. Ikkita variant ham to'g'ri hisoblanadi. Endi bu yoqdan qaraymiz. Qarasak bizga 7:45 degan javob bor, shuni olamiz va bu yoqqa qo'yamiz. 20 to 2 in the morning. Ertalab tong sahari, ya'ni yarim kechasi desa ham bo'ladi. Yarim kechasi soat 2 dan
yo'q, 2 ga 20, 20 to 2. Soat 2 ga 20 minut yetmagan, ya'ni 20 ta kam 2 degan kechqurunligi. Demak, bu 1:40 bo'lishi ham mumkin. Tepaga chiqib qaraymiz, qaysi javob to'g'ri keladi. 12:30 kelmaydi, 6:20 ham kelmaydi. Demak, 1:40, 1:40 degani bizga to'g'ri keladi va 2 ga 20 minut yetmagan, ya'ni 20 ta kam 2 deb tushunish mumkin. Ya'ni juda ham tong sahar deb atasak ham bo'ladi. Keyingisi 25 past 6 in the evening. Oqshomda 6 dan 25 minutes o'tgan. Kechqurun emas, obeddan keyin emas, ana oqshomda soat 6 dan 25 minut o'tgan. Demak, qarasak 6:25 PM bu yoqda ham bor. Buni olamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Keyingisi half past midnight. O'zi shu javobni olib bu yoqqa qo'yib yuborsak bo'ladi, avtomatik, lekin men buni o'qishni istayapman. Misol uchun half past midnight, ya'ni yarim tundan yarim soat o'tdi. Yarim tun degani bu 12, kechqurungi 12. O'sha yangi yil kirib keladigan 12 bor-ku, xuddi o'shanga o'xshab har kuni kechqurun midnight bo'ladi, ya'ni yarim tun bo'ladi. O'sha yarim tundan yarim soat o'tgan bo'lsa, demak bu 12:30 bo'ladi. Demak 12:30 javobimiz bor, olamiz va bu yerga ham qo'yamiz. Bo'ldi, mana har bittasini o'qidik va tarjimasini qildik va javoblarini tanlab chiqdik birma-bir. Endi biz tekshiramiz. Finishni bosdik va bizga 100% to'g'ri javob berdi. Biz 8 ta savoldan 8 ta to'g'ri javob topdik va 100% correct answer bo'ldi va mana shu yerda hammasi pitichka va yashil chiqib qoldi. Buni yopib qo'yamiz. Buni yopsak bo'ladi. Bo'ldi. Birinchi preparation tugadi. Bu vaqtlar bo'yicha edi. Endi biz yogani readingni boshlaymiz. Hozir bizda aytayaptiki, time to relax. Okay, shunaqa rasm ekan. Bizga aytilgan instruksiya bo'yicha yo'riqnomada aytilganki, hozir tekst qiling deyishgan, biz tekstni qilamiz. Aytayaptiki, boshladik. Hozir o'qiyman va bitta-bitta tarjima qilamiz va tushunib borish kerak bu jarayonni qanaqa bo'ladi. Come and join our lunchtime yoga class with experienced yoga teacher Divya Bridge. Endi aytyapti, keling, bizani shu obedda lunchtime vaqtida yoga class shu tajribali shu Divya Bridge ismli ustoz bilan o'sha lunch paytida, obed paytida, ya'ni yoga klassga qo'shiling, keling, bizning jamoamizga qo'shiling, o'sha demoqchi, klassimizga qo'shiling, yoga bilan biz bilan yogani shug'ullaning demoqchi. Mana shu birinchi gapimiz. Ikkinchi gapimizda when deganda aytganki, ya'ni shu yoga klasslar qachon, soat nechida bo'lishini aytmoqchi. Ya'ni qachon bo'ladi shu yoga klass? Aytmoqchiki, every ya'ni har Tuesday at 1:30 PM. Aytmoqchiki, har hafta seshanba kuni obedki soat 1:30 minut o'tgan paytda yoga klasslarimiz o'tkaziladi deb aytayapti. Keyingi gapimiz where. Endi shu yoga klass qayerda bo'lishini aytib o'tadi. Qayerda bo'ladi deyapti. Meeting room 7. O'sha 7-chi meeting roomda bo'lib o'tadi. Ya'ni majlislar xonasida bo'lib o'tadi desa ham bo'ladi. Keyin how much. Endi shu yoga klassga boryapmiz deb tasavvur qilsak, shu yoga klass qancha turadi? Shuni aytmoqchi. How much degani qancha turadi deganda. Keyin aytibdi 10 pounds for 4 30 minutes classes. Ya'ni 4 ta 30 minutlik klass uchun 10 pound turadi deyapti. Pound bu o'sha Angliyani pul birligi. Endi keyingisi what to bring. Ya'ni nima olib kelish kerak shu klassga kelmoqchimiz biz deylik. Nima olib kelsak to'g'ri best practice bo'ladi. Shuni aytayapti. Comfortable clothes, ya'ni o'zingizga qulay bo'lgan kiyim olib keling birinchi navbatda deyapti. Keyin aytayaptiki, Divya will provide the yoga mats. Mana shu yoga qilayotgan paytda men tagida, odam tagida o'sha memberni tagida bitta gilamcha bo'ladi, kichkinagina. O'sha gilamcha mat deb ataladi. O'sha matni
divya ta'minlab beradi deyapti. Biza demak mat olib kelishimiz shart emas, biza prosta o'zimizga clothes olib kelishimiz, kiyimlar, o'zimizga qulay bo'lgan kiyimlarni olib kelishimiz kerak ekan. Shuni aytyapti. How to join, qanday qilib shu klassga yozilsak bo'ladi, qanday qilib qo'shilsak bo'ladi. Shuni aytgan, how to join degan, qanday qilib qo'shilsak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tsak bo'ladi, jamoaga qo'shilib biz ham practice qilsak bo'ladi degan. Keyin bu yerda aytibdi, write to sam@sam.holden@example.com. O'sha sam.holden@example.com degan emailga yozing deb aytgan. Shu informatsiyani yozamiz, shu ism, familiya, yosh va qatnashishga bo'lgan istakni yoziladi. Bo'ldi, shuni aytgan. Keyin pastda aytganki, we can only take a maximum of 20 in the room, so book now degan. Aytmoqchiki, xonada faqat maksimum 20 tagacha odam ola olamiz. Shu uchun hozirdan book qiling, ya'ni book degani o'sha joyizni band qiling, registratsiya qiling, tezroq bizga qo'shilingki, joylar soni to'lib qolmasin, keyin qolib ketib qolasiz degan ma'noda aytayapti. Hozirroq band qiling demoqchi, ya'ni. Okay, nice. Biza reading o'qidik, yoga haqida ekan, qachon bo'lishi, qayerda bo'lishi va necha pul turishi va nima olib kelishimiz kerak ekan, o'sha teacher bizga nimani ta'minlab berar ekan, o'sha qo'shilish uchun nima ish qilishimiz kerak ekan va ularni qo'shilsa ham tezroq qo'shilishimiz so'rab qolgan, chunki ularda 20 ta joy bor ekan, xonada 20 kishi sig'ar ekan. Shu haqida ma'lumotlar bergan va o'sha yoga ustozimizning ismi bu Divya Bridge ekan. Divya Bridge bu ustozning ismi. Sam kim? Sam bu recruiter. O'sha nimada kursga administrator desa ham bo'ladi, как. Administrator bu prosta kursga yozadigan inson ekan. Tushunarli. Endi task 1 bor, task 2 bor. Biz task 1 dan boshlaymiz. Let's start with task 1. Endi it's okay, let's continue. Xo'p, biza passageda aytayapti, misol uchun which bu yoqda umuman nima qilishimiz kerak? Bu yoqda aytayaptiki, mana shunaqa task 1 bor, shuni bajaring, o'qing deyapti va pastdagi javoblarni o'sha bo'sh joylarga to'ldiring deyapti. Mana bu yoqda javoblar bor, misol uchun an email now, comfortable for 2 p.m. Tuesday degan javoblar bor. Mana shu javoblarni olib bo'sh joylarga qo'yib chiqamiz. Bo'sh joylar chap tarafda gaplar bor, shu gaplarni o'qib tarjima qilish kerak birinchi navbatda. Mos keladiganlarini bu yoqqa qo'yamiz. Jam bo'lib bizda 6 ta savol bor ekan, mana 6 ta va shularni qilamiz. Misol uchun birinchi savolda aytayaptiki, which day of the week does the yoga class take place? Aytayaptiki, haftaning qaysi kunida yoga klasslar bo'lib o'tadi degan. Bizda o'sha tekstda aytganda eslasanglar, misol uchun when, shu qachon bo'ladi yoga class? Every Tuesday degan, ya'ni har hafta seshanba kuni bo'lib o'tadi. Haftaning seshanba kunida bo'lar ekan yoga. Demak, bu yoqda javobimiz seshanba kuni bo'ladi. Bu yoqdan seshanba kunini qarasak, mana bu yoqda Tuesday degan javob bor. Shuni olamiz va bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Mana. Endi savoliga javob berdik. U savol berdi, bizdan so'ra. Haftaning qaysi kuni yoga klass bo'lib o'tadi, deyapti. Endi biz aytamiz, Tuesday bo'ladi, Tuesdayda bo'lib o'tadi deb aytdik, bo'ldi. Keyin ikkinchi savol, how many classes can you take for 10 pounds? O'sha 10 poundga qancha klass ola olasiz? Nechta klass ola olasiz? Qancha klass ola olasiz, deyapti. O'sha klass degan shu darslarda. Darslar. Session ham bo'ladi. Keyin biz mana bu yerda qaraymiz. An email emas, ya'ni bitta email emas, now hozir emas, comfortable emas, for degan javob bor ekan, ya'ni 4 ta. Shuni olamiz va bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Endi savolga javob berdik. O'sha 10 pound uchun nechta dars ola olasiz dedik. Biz 4 ta degan javobni berdik. Chunki eslasanglar, mana bu yoqda aytilganki, how much, o'sha necha pul turadi kurs, o'sha kurs yoki darslik 10 pounds turadi. Nima? For 30 minutes classes. O'sha 30 minutlik 4 ta dars o'zicha olar ekan, shu 10 pound uchun. Shu sababli for ni oldik. Keyingisi, what time will the class end? Shu soat nechida class tugaydi, shu darsimiz tugaydi, kurs tugaydi. Xo'p, aytilganki, bu yoqda eslasanglar, misol uchun nima bo'ladi? Qachon bo'ladi deganda bu yoqda. Keyin aytgan, every time
at every Tuesday at 1:30 p.m. O'sha har seshanba kuni soat 1:30 da boshlanadi degan ma'noda aytgan. 1:30 da boshlansa va 30 minut davom etsa, demak soat 2 bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bu yerda qaraymiz. Soat 2 degan javob bormi? Ha, bor ekan. Mana-ki. Mana shuni olamiz va bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Demak, har doim bizning darsimizda soat 2 da tugaydi, kak. Endi 4-savol. What kind of clothes do you need to wear to the class? Keyin aytgan o'sha klassga qanaqa turdagi kiyimlarni kiyishingiz kerak ekan. Bu yerda o'sha clothes deb yozib qo'yibdi allaqachon. Endi biza tepada eslasanglar, what to bring degan joy bor edi. O'sha nima olib kelish kerak klass davomida. Klassga kelolmam, misol uchun tasavvur qilaylik, nima olib kelishim kerak shu klassga. Keyin aytganki, bu yerda comfortable clothes. Comfortable clothes degani o'sha o'zingizga qulay bo'lgan kiyimlar degani. Bu yoqqa qarasak, comfortable degan javob bor va bu yerda ham clothes degan so'zni yozib qo'ygan. Demak, olib bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Endi uni savoliga javob berdi. Ular so'rashdi-da bizdan, misol uchun. Qanaqa kiyimlar olib kelish kerak ekan shu yoga klass uchun? Biz aytdik comfortable clothes dedik. Biz javob berdik ular. Ya'ni o'ziga qulay bo'lgan kiyimlar degan ma'noda. Keyingi 5-savolimiz. What do you need to send some if you want to join? Agar siz join qilishni xohlasangiz, siz nima olib kelishingiz, nima kerak sizga, samga nima jo'natishingiz kerak deyapti. Email jo'natish kerak deb aytgancha edi. How to join degan joyda, misol uchun write some at some.holden@example.com emailiga yozing degan. Biz shu uchun ham mana bu yoqdan an email degan javob tanlaymiz. Endi 6-savol. When should you book if you want to join? Yana when should you book if you want to join? Aytganki, agar biz join qilishni xohlasangiz, qachon joyingizni zayn qilishingiz kerak, book qilishingiz kerak. Book qilishingiz kerak degan. Endi mana oxirida eslasanglar, aytgancha edi. We can only take a maximum of 20 in the room, so book now degan. Endi hoziroq zayn qiling, o'rningizni band qiling degan tarjimani beradi. Hoziroq, ya'ni nima? Chunki 20 tagacha odam sig'ar ekan bitta xonada. Shu sababli ekan. Shu uchun bu yoqda qarasak bitta javob qoldi birinchidan va ikkinchidan ma'no jihatlarga to'g'ri kelyapti. Eng asosiysi shu ikkinchi javob. Ya'ni ikkinchi o'rindagi, misol uchun qachon biz o'rnimizni band qilishimiz kerak degan savolga javob hozir degan bo'ladi. Shuni olamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Va bu yoqda ham aytib ketgan. So book now. Hoziroq book qiling degan. Keyin biz o'zi mana tugatdik. Mana javoblar ham qolmadi. Hammasiga javob berdik. Finishni bosamiz. Bossak biz 6 tadan 6 ta to'g'ri javob bo'ladi. Va hammasida mana ptichka bo'ldi va yashil bo'ldi. Hammasiga to'g'ri javob berdik. Bu bizani task 1imiz edi. Buni yopamiz. Pastda task 2imiz ham bor. Shuni ham qilamiz. Task 2 da ham pashti shunaqa, lekin bu yoqda ozgina savol turi boshqacha bo'ladi. Aytayaptiki, bu yoqda shu reading A1, ya'ni boshlang'ichlar uchun, beginner darajadagi uchun reading ekan bu. Shu mavzusi shunaqa va task 2 bo'lyapti. Decide if the statements are true or false. Shu berilgan gaplar haqiqatmi yoki yo'q, yoki misol to'g'rimi yoki noto'g'rimi, shu haqida qaror qabul qiling degan va javoblariga true yoki false bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Har bitta savol uchun yo true'ni yoki false'ni bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bizda jami 6 ta savol. Endi o'qiymiz va tarjima qilamiz. Misol uchun Sam Holden is the yoga teacher. Qarang, aytayapti Sam Holden yoga teacher deb aytayapti bizga. Aslida kim edi yoga teacher? Bu yoqda aytgandiki, experienced yoga teacher Divya Bridge. Qarang, Divya Bridge o'sha tajribali ustoz deb aytgan bizga va bu yoqda aytganki, write to Sam at samholden@example.com. O'sha samholden@example.com ga siz xabar yozing degan. Bu yoqda bizda u Sam ustoz degan ma'noni bermagan. Bu yoqda tepada aytib ketgan. Divya bizani ustoz bo'lgani uchun Sam emas. Shu uchun biz nima qilamiz? False deymiz. Ya'ni mana shu bergan xabar, ular bizga xabar berdi-da. Sam Holden is a yoga teacher dedi.
Sam Holden yoga ustozi deb bizga xabar bergandi va biza endi qaror qabul qilyapmiz. Yo'q, bu ma'lumot xato. Chunki biza mana bu readingni mana bu yoqda o'qidikki, yoga teacher Divya Bridge ekan. Shu sababli. Endi ikkinchi gapga o'tamiz. Aytyapti, the yoga class is once a week. Aytyaptiki, shu yoga class haftaga bir martagina o'tkaziladi, deyapti. Endi tepada chiqib readingga qaraymiz. Tepada chiqsa when degan. Qachon bo'ladi shu klasslar? Aytyaptiki, every Tuesday. Har hafta, ya'ni har seshanba kuni degani, har hafta seshanba kuni o'tkaziladi degan ma'noda aytyapti. Demak, bu har hafta seshanba kuni o'tkazilsa, demak bir haftaga bir marta sodir bo'ladi. Demak, bu once a week degan ma'noni beradi ingliz tilida. Once a week, ya'ni haftaga bir marta o'tkaziladi shu klass kurs degani. Chindan ham bu informatsiya to'g'ri ekan. Biz readingda ko'rdik. Every Tuesday degan, shuning uchun ham biz true javobini olamiz. Endi 3-savolga keldik. Bunda aytayapti. The class is at lunchtime in 7 room. Room number 7. Aytganki, shu class lunchtime da bo'lar ekan va 7-xonada. 7-xonada lunchtime'da o'tkazilar ekan shu klass, shu dars. Endi tepaga chiqib qaraymiz. Tepaga chiqib qaraymiz. Mana qayerda bo'ladi degan, where degan, qayerda bo'ladi shu darsinglar, o'sha yoga class qayerda bo'ladi? O'sha mana shu yerda bo'ladi. Room 7 da bo'ladi. Mana bu room 7 degan joy haqiqatan ham to'g'ri ekan. Endi lunch time ni ham tekshirib ko'rish kerak. At lunch time. Lunch time da bo'ladimi, yo'qmi? Lunch time degan abidga ovqat deganda. Chiqib qaraymiz. Qarasa mana Tuesday at 1 pm. 1:30 pm, ya'ni 1dan 30 minut o'tgan vaqtda. Demak, bu abidga ovqatlanadigan paytga to'g'ri keladi. Lunch time bilan bir xil bo'ladi shu at 1:30 pm. Demak, bunga ham biza to'g'ri javobni olsak bo'ladi, true javobni olsak bo'ladi, chunki mana shu informatsiya reading passage da berilgan. Mana shu lunch time va room 7 berilganligi uchun true ni tanladik. 4-gap, you need to bring yoga mats to the class. Shu aytganki, shu yoga klassga matslarni olib kelishingiz kerak. Shu mat, o'sha oyoqning tagida turadigan glamchalarni olib kelishingiz kerak o'zingiz bilan birga degan, klassga degan. Lekin endi passagega borib qaraymiz. Shundaymi, yo'qmi? Qaraymiz. What to bring degan joy bor. Nima olib kelish kerak klassga? Aytganki, comfortable clothes, o'zingizga qulay kiyim olib keling, bo'ldi degan. Boshqa narsa talab qilmagan. Keyin aytganki, Divya will provide the yoga mats. Divya bizga ta'minlab berar ekan o'sha yoga matlarni. Demak, biz clothes olib kelishimiz kerak. Clothes olib kelishimiz kerak, lekin matlarni olib kelishimiz kerak emas. Demak, bu informatsiya biz uchun nimadi? Yolg'on. Yolg'on desa ham bo'ladi, xato desa ham bo'ladi. You need to bring yoga mats to the class. Klassga yoga matlarini olib kelishingiz kerak degan. Demak, bu informatsiya yolg'on deb false belgilaymiz. Endi 5-savolga ham keldik. The class can't take 22 people. Ya'ni class shu 22 ta odamni sig'dira olmaydi, ya'ni ola olmaydi. Class bitta sinfda yoga qilyapmiz deb tasavvur qilsak, shu maksimum 20 ta odam sig'adi deb aytgan, to'g'rimi? We can only take a maximum of 20 in the room. Ya'ni xonada 20 kishi sig'adi, tushunyapsiz? Ya'ni 22 kishini sig'dira olmaydi. Ya'ni bu to'g'ri aytyapti. 20 kishini biz sig'dira olmaymiz, deyapti. Bu yoqda 20 ta sig'dira olamiz, deyapti. Maksimum. Demak, 20 kishini sig'dira olmaydi. Bu informatsiya to'g'ri bo'lishi uchun true javobini oldik. Keyingisi, you need to call Sam Holden if you want to join the class. Agar shu klassga join qilish xohlasangiz, siz nima qilishingiz kerak? Sam Holdenga telefon qilishingiz kerak bo'lar ekan. Shuni aytgan bu 6-informatsiyada. Lekin biz bu yoqqa borib qarasak, how to join degan joyiga qaraymiz. Qanaqa qilib join qilsak bo'ladi, ya'ni joylashsak bo'ladi, klassga qo'shilsak bo'ladi. Shunga aytganki, write, ya'ni yozing to Samga deyapti va mana shu emailga deb emailni ham bergan. Samga biza telefon qilishimiz kerak emas ekan, yozishimiz kerak ekan. Tushunyapsiz? Bu yoqda esa telefon qilishingiz kerak degan gapni aytgan.
demak biza bu telefon qilishingiz kerak degan informatsiya xato javob ekan. Shuning uchun biza false belgilaymiz, chunki biza bu yerda yozishingiz kerak degan gapni o'qidik. Bo'ldi, mana 6 tadan 6 tani yozib bo'ldik. Endi finish qilib tekshirib ko'ramiz. Finish qildik. Mana aka 6 tadan 6 ta to'g'ri javob topdik va 100% to'g'ri. Keyin tekshirsak hammasida ptichka va yashil. Mana aka ko'rdinglar, bugun shu A1 darajadagi reading practice ni birgalikda qildik. O'ylaymanki manfaatli bo'ldi. Nimadir o'rgandingiz. Imkon bo'lsa daftaringizga yozib, o'z ustida ishlang. Mana shularni o'tdik bugun. Agar kimda kim xohlasa, men Telegram kanalimda, Telegram gruppamiz bor. Bemalol qo'shilinglar mana shu ingliz tili onlayn gruppamizga va qo'shimchasiga kimda kim xohlasa, kursimiz ham mavjud. Individualniy shaxsan men o'zimdan Shahzod Jumayevdan nazorati ostida ingliz tilini noldan boshlab o'rgatib boraman. Va kursimizga yozilinglar. Agar kimda kim xohlasa, hammani kutib qolaman, hammani taklif qilaman. Bugungi darslarimiz mana shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, hammaga omad.